Dunyodagi eng mashhur Guinness rekordlar kitobi aslida rekord yozish uchun emas, pivo sotish uchun chiqarilgan desam ishonasizmi? 1951-yil Irlandiyada bir guruh ovchilar qush ovlayotgan payt bitta oddiy savol ustida janjallashib qolishadi. Yevropada eng tez uchadigan ov qush qaysi? Hamma har xil javob beradi. Kimdir u deydi, kimdir bu, lekin hech kim buni isbotlolmaydi. Kutubxonadan ham topisha olmaydi. Internet bo'lsa hali ixtiro qilinmagan. Shu bahslashayotganlardan bittasi oddiy odam emas. U Guinness pivo zavodi rahbari Hugh Beaver edi. Shunda uni miyasiga g'alati bitta fikr keladi. Har kuni minglab odamlar pavlada shunaqa narsalarni ustida tortishadi. Nega hamma javoblar yozilgan bitta kitob chiqarmaymiz? Va 1955-yilda ular kitobni chop etishadi, lekin sotishmaydi. Aksincha, hamma pablarga bepulga tarqatishadi. Sababi pivo ichib o'tirgan ikkita o'rtoq bahslashib qolishadi, ularning savollariga javobni Guinness rekord kitobidan topish mumkin edi. Bu shunchaki reklama uchun chiqarilgan kitob bo'lgan. Lekin keyin kitob shu darajada mashhur bo'lib ketdiki, odamlar uni sotib olish o'rniga pablardan o'g'irlab chiqib ketishni boshlashdi. Shunda kompaniya Odamlarga bu kitob shunchalik kerak ekan, demak uni sotishimiz kerak. va bugungi kunda millionlab odamlar rekord qo'yib Guinnessga kirishni orzu qilishadi, lekin juda ham kam odam biladiki, bularning barchasi oddiygina ov paytida sportdan boshlanganini. Obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin.